Qalapirachiqlik qilmayaptimi? Aka 4 minutda 1,5 kilolik qiyma kabob teyordingiz. Buni necha minutda yeyorasiz aka? Buni ham 4 minutda yeyman. Qalampirlari bilan achchiqqina. Qo'qon Medichulishti ro'parasida Kabob House biz yangi ochilib ketgan ochilish marosimlarida gigant hot-doglarini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hot-doglar ham lekin ajoyib ekan, o'ziga yarasha rakslari bor ekan. Ichi to'la ekan aka. Buni bitta tovoq olib kelsalaring, to'kib turib alohida qilib yeyish kerak. Sopol tovoq yo'qmi? Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi zo'r. Hot-dogni kattaligiga umuman gap yo'q. Ichi ham dobr ekan. Qiymalari ham 120 grammlik qiyma kabob qiymasi ekan. Yo'q, qalapirachiqlik qilmayaptimi? Yaxshi ko'raman u qalampirda. Kabob food hot-doglarini, mahsulotlarini mazasiga umuman gap yo'q. Qo'qondagi eng mazali fast foodlardan biri bo'lib hisoblanar ekan. Jonlari sog' bo'lsin.